bunaqasi bo'lmagan. Maksimalni buni hamma tarqatinglar. Uchqunaga shu bitta odamning o'zi bir 13 ta uy birdaniga sotadigan bo'lib qolibdi. Bir katta biznesga pul tikadigan bo'lib qolibdi. Shundan 10 tasi Yunusobod Poliniy metro birdan 3-etajgacha. Bittasi Qoraqamishda, bittasi Hamza Yashnobodda, Assalom sohilda joylashgan 2 xona, 3 xona. Shundan bittasini ko'rsataman. Eng arzon narxlarda olib sotar, yashab sotar ulgurib qolasizlar. Hozir men bittasini ko'rsatib beraman sizlarga. Ikkinchi etajga chiqdik. Remont bor, shunda kirib yashaydigan ko'p narsa chiqib ketadi. Qoladigan narsalarni videoda aytib ketaman. Bu yerda kiraverish, xo'p. Mana bu yog'imiz mana hammom tualetlari alohida. Xo'p, bu yog'imiz vanna. Mana bu yog'imiz hojatxona. Holati zo'r holatda turibdi, 50 kvadrat. Mana bu yerda mana shifoner bilan mana spalniy qoladi, gilam qoladi. Qolgan narsani olib chiqib ketishadi. Xo'sh, endi bu yog'imiz mana zal. Mana bu bardakka qaramaysizlar, bu yerda ham olib chiqib ketishadi, gilamlar qoladi. Xo'sh, 2 xona, 3 xona qilingan. Mana bu yerda ham kuxnya bo'lgan. Kuxnya. Balkonga chiqqan kuxnya yarmini kladovka qilib qo'yishgan. Mana bu yog'i oshxona. Bu yerda xolodilnik, kuxnya, shu gaz plitalari qovat. Qolgan narsalarni olib chiqib ketishadi. Srochniy narxida aytganimdek mana shu Poliniy metroda 5-6 ta uy bor. Yana boshqa kvartalda hali aytganimdek joylar bor. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Qolgan uylarni olishga ulgurmayapman. Qolganini sizlarga shunday video Telegramda tashib beradi narxi bilan. Bu yerda narxi 59500. Srochniy harakat qilinglar, jo'natinglar bir-biringlarga.